do'stlar, mana sizlarga o'sha Avtokon. Avtokon deyapti-yu bu, Avtokon deyapti-yu. Mana sizlarga o'sha Avtokon Buxorodagi topdimi? Topdim Avtokonni bolalar. Mana Avtokon turibdi. Yengizimi shu, qaranglar-chi. Ko'rasizlarmi? Qalay? Hozir to'xtab turimiz, ovozim bo'lib qoldi. Do'stlar, bu haqiqiy o'sha yangi muammo bo'layotgan Avtokon Silverstone F1 kompaniyasi tomonidan hozir Doppler Pro Wi-Fi ga testli prashka chiqqan. O'sha prashkasida ko'rib bizga Avtokon. voy, yana Avtokon deyapti. Qaranglar mana, ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas, bolalar. Endi nima deysizlar bunga? Nima deysizlar? Signal juda ham muammoli, lekin qarang, ketib qoldi hozir. Juda ham muammoli, lekin baribir topyapti. Avtokon. Topyapti baribir. Ko'rlaringmi? Ko'rlaringmi? dedi-yu. Ayal. Bunaqa demang. Ko'rlaring. Do'stlar, ko'rdinglar, o'zinglar gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib deteksiya. To'g'ri, masofa yaqinroq bo'lishi mumkin. 50 metr, 100 metr, ba'zida 200 metr bo'ladi. To'g'ri. Lekin bu radardan bilmadim, qanaqa impuls chiqyapti, qanaqa signalga ishlayapti, lekin baribir ko'ryapti-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Esinglarda bo'lsa, lochin ko'zni ham, Avtokon. mana qaranglar. Esinglarda bo'lsa, lochin ko'zni ham yaqindan topgandi. Lekin hozirgi kunda lochin ko'zi chempioni. Xudo xolasa uzaytirib berishadi deb niyat qilamiz, umid qilamiz. Bitta narsani hisoblashgan qilish kerak, radarni rakursiga ham bog'liq. Radari turishiga ham bog'liq, to'ppa-to'g'ri rakursiga ham bog'liq. Lekin mana hozir juda ham zo'r topdi, gap bo'lishi mumkin emas.